Biz bilan mahirlarimizni sahneye taklif qilamiz. Marhamat. Salam, hörmətli ustazlar, ustozlar, esil qarğançılar, həmminglarning mush vaqtinglar xeyirlik bo'lsin. Güzel ko'rildan kelgan Abdurahmondan həmminglarga o'tiq salom va oliy ehtirom. Yig'ir kel chaqchaqlar yedigani tip qoldim. Salom bergach ustozlar oldinglarga kelib qoldim. Chiqib keldik sahnaga mazmun qadam tashlaymiz. Shir chaqchaqning beshini Xalmurod kamdan boshlaymiz. Mana Yağır kes çaqçaqlar mişeledi mekuplar sahneler girettin aka maytonu töküplar. Hizmet kıldım öyleydi taqaza dağımıgan senin şu tükvetkininde pılt kılıqçılık mayqamıgan. Bekme eksil akacan ağzımızı qarattın bulum sizden obrazını bekme eksil yarattın. Aqalmıgan darya seni çoğundağınızga başlamang mende sizge nasiyat olsun aypatem nergiz taşlamang. Köngüldüge acayip mişeledi bölünüpsiz turmuşunuz güzel olsun aypatem gölünüpsiz. Qarab eqib turqa qo'shaqlarga boshlamsiz. Aypatamning kayni kirib menda do'stlaringizni tashlamsiz. So'rinlarga borganda qo'shaqlarim chiqdi naq maydon qoyimdek, Xalmurodga sizga nima bo'ldi? O'tirib ketdingiz soyimdek. So'rinlarda bayon bo'lsa naq maydon bayoning mangu saqlanib bo'lsin Xalmurodga Aypatam degan ayoling. Tamakiga tayyordir sarangi bilan chaqbaq, to'y qilgan bo'lmasa Aypatamni qilib yurumgan ahmoq. Buğdaylarını terip koydum, kepterlerini yedep. Aypatam tegidi aysağa muşudaq çepdes erdep. Salam kıldık, Abdullah başlamanı ek güzeli ammaya qaranlar, Abdullah akam tek güzeli. Bir hayvanda otursam qağ kelip enişken, bu dünyada var mıydı Abdullah akamdek gelişken. Seypeylerini oqşatqan aşqanik embel, udulumda otağın Abdullah akamın hemistin tembel. Bakma eksiz akacan adavetine tükütsüz, o maksabi ballağımın nakşi yetişini ögütsüz. Qarab yaqib turqa qo'shaqlar deydi go. Abdullah aka sizni gigane çolpan deydi go. Tiriklik hayatda muradıga yetalaydi. Gülcemal adam tamaqni men xeyli o'qishib yetalaydim. Qo'lpongizni tushimang aşqidiki aşqiga, ko'nglingizni berib etdingiz, bana bermay boshqiga. So'randa qo'shaq etsam mazmun sada yo'q, ko'nglingiz boshqalarga bergan bilan ulardan siz keldigan vafo yo'q. Shunday qildi. Saq hozir mağda o'tadsa Gülcemal. Gülcemal adam. O'tib ketdi, oyoq qarab qilibdi, o'zi diqqat oyoq. Bo'lmaydi o turmuşda adamlarning pochisi, Jurat akam Shinjongdagi emas, rejissyorlarning notisi. So'ringa yetib kelsam chaykal chaynakda Jurat akam qo'shaqni ko'ra olamiz ko'zoynakda. Qarang'uda manganda yormaydi elektr ashad oltagan Yasin akam Chindil shirkitidagi direktorman. Qo'yingiz tutib qolsa anchimish tagissiz. Haqiqiy pul topqingiz bo'lsa, men Chindil shirkitiga agishsiz mana. Hayda vaqan mashinang artosan ashad uchaylan o'tiribdi, menga o'xshash yitosan men. Xizmat qilib o'yladi, taqazada amabdi akam 2 kun aynak qarab, men burtini amabdi. Qarab eqib turqa qo'shaqlar ketib bilan, men obrazga kelib boray, sanamning so'pillarini setib bilan. Qilib qo'yish chaqchaqni qapaqlar turib qapti, 2 kunlarni o'tirsiga kichikini bir bal kirib qapti. Hayoting to'xtamay mishalat chapamay, imzak deydi, o'zining opsini topamay. Chaqchaq so'ran ağzımız qarışibdi, o'zingiz alamat aka chechingiz yarishibdi. Qilib qo'ysang chaqchaqni tegib ketdi, yalisi. Chakoynak ko'ngla kiygan odam tag'latning balasi ham. Aldirtib odamga telefonlarni urvasa, bu yaqil kirishib olmaymiz, qo'shnilarim turibsa. O'timizga payt qildi to'xuning tashlig'i. O'xshab ketdi etilda dehqonlarning ochlig'i. Ashad o'tlagan xonim. Davrdiga ajoyib telefon to'yding ketmaydi. Efronaning go'zalligi menikiga yetmaydi. Misrandiga ajoyib set etmek güzellik kelganda Efronani biz ketmayman. Vaqtiga ajoyib aldirab so'zib olmay she'r chaqchaqni emish. Osh adam kelganda buzib olmay. Reja degan ajoyib ashalarni bildik-a. Osh akamning bo'yimi 2 metrlik keldik-a. Inkas degan ajoyib mashalarni ketkizib etang, yana azroq uzatma 3 metrga yetkazib etang. So'rinlarga borganda kam bo'lmaydi pashmatlar kuldir paydo bo'ldi mana menga o'xshash azimatlar. Tomoq kes oldiga huzurlanib yavasak alomat qo'shilsizlarda mana yurikinglardikan devasak. Xizmat qilib o'yladi taqazad hamayman. Chiroyli qizlar talab qo'ysa men bo'yta qolmayman. Yag'ir kes chaqchaqlar mishalarni qaqshimayman. Odamni xijil qilmanglar, divoniga o'xshamayman mana.
Bo'ladigan turmushda o'zimizning dardlari, Urumchida poqvami ko'rlining satlarıydı. Turistga hayotda murodiga yetaman. Qo'shig'im deb bo'lma, ko'rliq ketaman. Tirish bo'lsang tilaksiz bo'lma, yigit bo'lsang yuraksiz bo'lma, izlab tursin seni odamlar bu dunyoga keraksiz bo'lma. O'g'lim qarisi u yaxshi, qizim qarisi u yaxshi, beshinchi kun tushganda kim qarisi shu yaxshi. Akaydigini chaqchaq kelgini bilmaydi avvaldan. Yomon qizliqini eng oxiri qolsa. Kim bo'lsa shu yaxshi. Ko'ngildiga ajoyib mishalar usquz qo'ymayman. Bugun mushundaq so'rayni, menda 4 ustozlik taqizib qo'ymayman. Davrdiga ajoyib telefon to'yding ketmaydi. Bugun menga 4 onglar chiqsanglarmi, yaqin miqdoringlar yetmaydi. Urumchiga yetib keldik. Aqsu boydikilar bir chavak chamamsizlar emas, o'ng taraf yondikilar. O'stan suyi shaqirab, daryo suyi shaqirab, bir chavak pasang qo'shaq etaman, yan davomliq mushida vaqirab. Adam degan ajoyib o'zlarining g'oyisida bizdek balli ko'klaydi, işte esil insonlarning soyisida. Kesamidi sayponning o'zligidan qatisi. Şu tağın adam Yasin Cakam'ın acısı ya. Qaysındaysa? 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 Ağılvatның balısı deyip. Ağılvatның balısı. Yaxşı deylə köp çıxdı, visidi körəyli, əmdə mən fürsətimi töt ustazlığı berəylə mi? O kolun kəyini qoyulub meşəy qarandı değil mi bu? Digide bir demə, üzən zirik. Doğrunu qoşaq qəssəm məzmununu bilib al, kerək yox, Akıcan şeyşanğı elib almın. Yakan bolsan qolunda turdu, ketmən bilən tiyşan. Muşundaq esil sorunu Cunqa vətənimizə qılıb etibdi fınşanı. Çaq sorunu çavaqçılıb qollaydı, bizlərni şipin qılıb doyunğu yollaydı mı? Yaqançılıq olmasa əzəldən təməydi, meni doyun çıxasanma, heç kim yürək verməydim. Qəpədiki quşumni meysayraşqa ögətdim, əmni şiir çaqçaqni müşiyədi tügətdim. Rəhmət. Ya bunu şu üzən qandaq bundaq. Şundaq bundaq ya mı? Muşluğu bir keltirdi hazır kandak şundak. Kandak şundak. Keltirib bakın ama. Qandaq Çaq bundaq. sorun üzülüb külməydi. Aypa təmədə mən Xalmuratkamның işlərini bilməydim. Ya qandaq bundaq. Qoşub baqa hazırla. Acayipkən bu dünya paranlarım cayda, yüzünüz yoğan bağaç kalpı qatdı sayda. Qandaqların adigine. Küçük olan yapmışlar mı? Küçük Polonya başta alqabdı. Hiç əzdi evet. Tirishtiq hayatda muradiga yetinglar, mendek esil qo'shoqchiga chirg'inglarni yiqinglar. Oy. Chiroq yoqamsizlar ustozlar? Yoqimizmi ekan? Yine qarab beqinglar. Yoqsaqmi yonmaydiganda. Qilib qo'ysiz chaqchaqni qapoqlanib turib qolsiz, ertaga o'zingizda ekran ko'rib qolsiz. Ya bu pütüp öptü. Bu çok toluk pütüp öptü. Bu hap olsun işte okuydu bu. Hoşal olsun işte okuydu. Hakla sokutumu şiiri muşuştu bağlı. Kabiye götürdü. Ya belki ustikense şiiri kabiye. Bizden ama ne şiiri kabiyeçilerimiz var. Anda uzun ulamaydı. Meydan geldi. Nak meydan mı? Kandak bundak dedim. Yatlı bağım mı ya? Hazır meşehirlik geldi ödün mü? Naq meydan mı? Ya ben anda olsa kandak bundak koşup da bakın. Qandaq. Naq meydanını keltirib, naq meydan degeni qo'shab degina. Geldik ya o'zining bir shakli bor ekan, shu shaklga kirib degan ekan. Xudiliqi mashaladagi o'xshar. Mesela ben molli girin deganni oxiriga keltirib da bakın qapiya topalamsa ki molli girin qapiya. Təhqiqsadan mishalar kelməsiz, adamni xijil qilib, molliga raptini berməsiz. Programmamız xush kelibsiz. Rahmat. She'riy chaqchaq olib keldingiz. Hammamiz intayin kuldik. Naq maydondami korxonchilarimizni qo'shib turibmiz she'riy chaqchaqlaringizga. İnamcanniki aşı şiiri çaqçaq formulasını öğrenip olsa birinci men his qilganim. Ondan aşı oxirdagi
Mana bo'lsa bunda tomlarni mana ketga mana deganlardan tortibchi yashlab qo'yadi shu Inomjonning shu mana degan qo'shimchalardan buni maxsus shu Inomjonni ustoz tutib o'rgandingmi o'sha odamnikini ko'p ko'rgan hamda mana top to'g'ri Ashli deyishma bir yaxshi ahvolchi. Buni deganimizda ma Xalmurod deganda ma yozgan sen degan gaplarni uni o'chading degan gap emas. emas Uslub demak. Uslub. Uslubni demakchi o'shani yozg'iding rost Yaxshi bo'libdi ukam. Men yeshil chiroq berma bu bolaga. Bundan keyin taxim yaxshi qildi. Taxim ratlab birinchi misrasi qisqa, ikkinchi misrasi uzun emas. Hammasi tan qil endi bundan keyin suhbat. Bo'g'imlaring o'xshash chiqsa bir kublit bo'ldi-chu bu. Ha, ma'qul bo'ldi. Manda bo'lganda, palon ishni palon qilib o'tgandan keyin manda so'g'anda desang, qaziqamlashmaydi. Hammasi she'rga o'xshash bo'lish kerakligini Uzun qisqalari tushundingmi? Tushundim. Misraning bo'g'imsallari tang, turoqlari o'xshash, ohangdorligi birdek chiqsa, yani rasmiy she'r bo'ldi bu. 4 misraning bo'g'imlari tapma-tang bo'ldi. O sen tirishibsa, mashq qilganing chiqib turibdi. Men sana chiroq beraman saqam. Rahmat. Ben sizga chiroq beraman chunki siz o'sha she'riy chaqchaqlar bilan o'zingizni mijo boshqalarning oldida adam degan o'zini tushirib turib bir xilcha chaqchaq qilganda bakki yumoristki narsa chiqdi-ku. U mu oson emas. Shuning uchun bu tarafdami sizning bir alayligingiz bor ekan. Boshqalar o'zini vaqtida siz o'zingizni tushirib turib boshqalarga xushalik ato qildi ekansiz. Bu sizning bir uslubingizga ananiki mening bir azroq taklifim nima desangiz, siz sahnaga chiqqan qo'rqmay chiqing. Chunki sizning talantingiz bor ekan. Sahnaga chiqqandan keyin sahna sizdan qo'rqmay, yana bir qatam kelganda sizning boshqa bir holatingizni ko'raylik, kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Siz odatmish ijodiyat qilgan qo'lingizga kelganingizni tutib olish odat bor-ku, bundoq turib ijodiyat qildi. Tabii, kelar qatimchi bo'lsa odatni o'zgartirib deb, sal sahnadagi turish holatiga azroq diqqat qilib qo'ysangiz, siz ashma shu o'zingizni masxara qilish, ma'lum narsangizni intan joy-joy keltirib o'tirib, birdamda yistashqini qo'zg'adingiz shu amaliyotda. Beshida toza joyiga tushmaganda, oqidan bir necha qitim shu o'zingizni ancha-muncha masxara qilish orqali darhol atrofdagi tomoshabinning hammani o'zingiz yig'dingiz. Amaliyotda o'zini masxara qilish farosatning yuqori pallasi deydi-ku. Shuningga siz ham da yuqori ustozlar deganga o'xshash. Bu jihat ko'p mashqni qilish bilan birga bundan keyin ancha-muncha tayyorlik qilgan bo'lsangiz, sizni bu ishni qilg'idek salohiyat bor-ku. Shuning men sizga nomer beraman. Rahmat. Rahmat. Bizning baholi ustozlarimiz sizga yeshil chiroq yoqdi ham taklif fikrlarini badi hamda korxonchilarimizning ko'ngil so'g'larini anglab baqandoq programmamizning tajdarligini ag'am mo'lligini silaqlashmaydi. Abdurahmonjon yaxshimi? Yaxshi. Mo'lligini kuldir programmasiga kelganingizga nihoyat xush bo'ldik. Endi sizga shu yana Mo'lligin Abdullari ko'ngil so'g'iz qilsam, yana asrash bilan so'g'iz qilsam. Buni Ko'rla 37-rayon joylashgan Mo'lligin maxsus setish do'konidan shu yerdan ta'minlanib olsangiz demoqchi. Ma'qul bo'ldi. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men Cho'ngstam shirkatining nomidan to'yliq yurishlardan bir so'q qilsam, uyga kirib yegan vaqtida ishin ochqa vaqtda diqqat qilib qilsangiz 600 mashina chiqib qolish ehtimolligi bor. Chiqib qolsa, shirkat bilan aloqalashib olsangiz bo'ldi. So'g'amni qabul qilsangiz. Rahmat. Yaxshimi? Sanam mahsulotlardan chash sopullarımızdan, çaş asaraş məhlimindən birey obraz vekils buluş üçün yaşlarınızı östürüb kilişinizi ümid qılma. Rahmat. Abdurahman, kam yaxshi. Yaxshi. Yepto, bekto, ahvalingni debtor. Chin dil bilan do'st bo'lib, sog'lom kulib yashaptur deydigan shu. Qo'nglaningmi yo o'zingni? O'zimni. Oshma qilib ko'rsa. Men Şinjan Chin dil shirkatimizniki maslahatlaridan qalb go'ri ishimniki vitamin D qo'shilgan kalsiy tabletini sovg'at qilay ko'nglimni qabul qilsangiz. Rahmat. Biz Jungchi VG mashinalarining nomidan sizga mashinaning keyingi solgan sanduqdan so'ni qilay. Rahmat. Abdurahman xush kelibsiz. Rahmat. Sizga shu Sakkar elektr uskunalar shirkatimizning Koreyadan import qilgan markasidagi oliy darajalik tok dazmaldan bir yurish so'q qilsam, buning shu dazmallash taxtalaridan tortib butun narsa bir yurish qildi. Bak, esil teshliq bo'lsa bir umr ishlatalaysiz. Rahmat.
Rahmat. Ben sizge Şinjan qo'shtirib yuvish buyumlari cheklash shirkati ishlab chiqargan qo'shtirib markasidagi qoch yuvish, kir yuvish mahsulotlaridan bir yurish sovg'a qilay. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz, Abdurahmon? Yaxshi. Bizning Bergi Biopan texnik cheklash shirkatimizning albatta o'rmanlari uzilmaydi. Men shu bizning shirkatimizniki Fairlas markasidagi bir yurish puchlanmalari, anandan keyin shu arjan puchlanmalari, aman puchlanmalari qatorliq mahsulotlarimdan bir yurish sizga sovg'a qilsam, rahmat. Rahmat. Nazifa shirkatimizniki chinqachilardan bir yurish sovg'a qilay, yaxshi ko'rib ishlatishingizni umid qilmay, rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz, nihoyat yaxshi bo'lgan bir chaqchaqlarni olib kelibsiz. Evrana girimchiligi nomidan qiz o'g'illar o'rtaq ishlatishga mos keladigan teri asrash buyumlarimizni sizga sovg'a qilsak qabul qilishingizni umid qilmay. Rahmat. Rahmat. Xush keldingiz Abdurahmon. Men Gumunaya Inoq Oila Ezgilik taraqqiyot cheklik shirkatidan bo'laman. Bizning sizga ko'ngil sovg'amiz bor. Bizningmi Inoq Oila markasidagi Inoq Oila yurish so'qmoqlari, Inoq Oila qanatlari, gul qanatlari va shunaqlar boshqa mahsulotlarim bor. Shu mahsulotlardan sizga bir yurish sovg'a qilsam, qabul qilsangiz. Rahmat sizga. Rahmat. Men sizga bir she'riy chaqchaq qilay. Vah. Үрімчіге қош кепсіз чоң базаға бағач кетің, сұлулардың соғат қылай ярелләге ағач кетің. Раван болсын yolunuz, texmi көкләк кетің. Voy rahmat. Mana. Sen qaytib baqana daral qaytib. So'rinlarga borganda bash qo'shaqni deb ketmay, bugun mush so'rindan jiq so'g'atlarni olib ketaman. Yaxshimsiz, shaxsat Eg'iz boshliqi shirkatimizningki bir 1000 yuanlik bir Eg'iz boshliqi sog'lomligi kartasini so'qsam, Urumchida yana Shinxonallo Güzel Qash mehmonxonasining yanidagi shaxsat Eg'iz boshliqi doktorxonasiga kelib, Eg'iz boshliqini bir tekshirib, umumiy jihatdan bir asrab qilishingizni umid qilaman. Rahmat sizga. Rahmat. Abdurahmon yaxshimisiz? Yaxshi. Men sizga bir chaqchaq qilay. Dekabrda judun ko'p, yaqqan qarda belgisi, sog'lomligingizga jur bo'lsin, volqon shortiz ko'psi deb men sizga bir tal ko'pchak sovg'a qilay bilanda. Aytsangiz siz bir yondirib qo'ymayqani. Chaqchaq qilsak so'randa og'zimiz qarashsin. Hammamizga sog'lomlikmi, yo'lbos yildek yarashsin. Qizil gulni gul deydi, attir gulga yetmaydi, har xil marka bor deydi, volqon markasiga yetmaydi. Keltirgan. 70 da. Bu köprüde Abdurahman mı yatmaydı da. Xata bos xatiringiz mishalat o'chirib olamsiz, odamning chechini tigidan ko'chirib olamsiz. Qarab yaqtirqa qochoqlar qatamsiz, siz mash shortir ko'psida. Uxlab yatamsiz. O'zingiz mi yatamsiz? Qimmat bo'lsa satamsiz deb. Bo'ldi, men sizga bir tal ko'pchak sog'lay. Lisidin ta'lim yo'qchi bor. Bizga qachon mehmon tutamiz. Ko'psini berdangiz ham yotqinni qachon berasiz? Yana bir qitim puxtayarlik qilsangiz bo'ladi. Bu da bir kelsen öylep mi koyduk akşaydı? Yığlab ketken boğaqni beshiklarga bo'leydi, 10-ay kelsa dadam menim o'laydi. Tulki degan ajoyib xapliqni yeb ketdi, menga tekkan qizlar baxtini tep ketdi. Qarab yaqtirqa qo'shaqlar qatalaymi? Menga tekkan qizlarni men o'g'loq kishirib aqalayman mana. Yotkun yok, Abdurahman boyutak yürüp gitti diye sen. Buldu karxanchilarimizmi o'zining ko'ngil sovg'asini badi. Ko'pdan ko'p rahmat. İşleringlar o'ngishli, oilalarning baxtli bo'lsin, chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Molligirin Küldür programımız nait yuqur kayfiyatda davomlashyapti. Unda xosa qizg'in alqishlarimiz bilan mahirlarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Ay Laura. Karvan çıktım ay Nima? Ya bir çaylarını itip, balarını oktup kakağına. Nimda ansiz xotunuyum onu. Kaldı da otağını koymaydı bu. Vah! Sönügün oğlamның kaptırını geyni tutuklap al. Ya bu kaptır ben geyni gidip koyma. Ya oğlamны bugün birine koyma. Qanda çonda da avalınız yaxşı mı? Oy, qanda avalı? Yaxşı doğma? Yaxşı çonda. Salamat doğma? Salamat. Çonda da ma öy sizning da.
Mana kaynimdeki yo'g'on qo'ron demsa. Ha, o'sha yo'g'on qora sizmi? Ha, bu qora mening qora. At deganda xalqning ishqaldisi jurdigan cho'ngaysa emas ben. Ya, sizning o'z bir narsa so'rab turay degandim. Bir narsa so'raydigan? Ha. At deganda ish poq emas, bir narsa so'raydigan. Qanday nima o'sha? Kimning bosisa? Ahmeddagi Osmanning o'g'li Zubayr. Osman. Osman Kepakningmi? Ya. Qayshining hamsa? Ama Juqaqmaldiki Osman Dangal deb qo'ydi ekan. Voy, Osman Dangalning o'g'li Zubayr Chalma degan sendegina. Diqqat qiling, hozir qog'ozda bu tiketni biron qo'g'lagan madaqliq aytadi. Diqqat qil. Dangal. Agara. Bizning bu shuning tushkalla bol ekansa, bir yerga gah qo'yay, qara. Ma bizning mahalda yomg'ir yomon qattiq yog'di. Bu yomg'irni qilmadimi? Nishqa? Patqa qo'kitamsa deyman qo'y. Dadang mata dangal o'sam, menchilikli dangal degida. Chiqinglar yomg'ir qasanglar, yo'g'on bir patqa qo'lsizlarda. Meni qolichib pitib qoldi. O, qizim, qara. Sho'tindim qilsa. Ya men malu kerak bo'lib qolgan shota. Qarsam hech qaysi qo'shnilar qopmabdi. Qoq sahat o'tirib ketibsiz. Mashta atigan qo'pil ketma qara. Ya kunda mashta atigan qopamsiz? Oy, nimda yursa? Mana soat 7:30 bo'pti, ko'rdingmi? Ha. Men 6 bilan qop bo'lgan. Oho. Mashta sahat qop ketma. Yosh kelganda cho'ngda. Ey. Ha, qo'shnim deysan, seni tunji ko'rishim qo'yma. Ha, men bizga tunishdik. Ha, men ma do'qmishki, Mijitkamanga ko'chib keldim, yangidan. Ya, shu 2 qavat uyni sevotgan sening uyingmi? Ha, mening uyim. Oh, fayz yosib yutibsa, 2 qavatlarni qitsa qara. Rahmat. O cho'nglarni chiqiribsa, nongjalommi ketibdi bakalım. Emran qo'yashlarniki o'xshashku. Ya, unda emas, sonda o'zim turdigan hisobim. Mana nima tayyorlik qilyaptamsa? Ya, shu to'y ishlari tayyorlik qilyapgan. To'y ishlari? Ha. Men qo'tkina. Qaynimdini. Voy, xafa bo'lmang, cho'ngda xafa bo'lmang. Tangimi qiz chiqdi ekan desa. Ha, bo'pti, yaxshi bo'pti, to'y qilgin. Maka birdan o'tirmiz. Ya, men sal oldiratdim. Mana shu qarab qolgan. Kim qarab qolgan? Ya, ishlayotgan bola shu akirib ketgan ishlarim botdi meni. Lan nima ishing bor? Ya, shu cho'ngdadan to'y qilatdim. Voy, yo'g'anim qilsan-ki. Ha, dara. Ya, cho'ngladim masala so'raydigan ishlayapti, to'y qilishib qoldi. Cho'ngladim masala so'raydi-ki. Ben uşaq balda ko'rinyapman bak. Ya, cho'ngda. O'tir, hamma anglayman ben. Sizmi qarsam xeyr ish ko'rgan mo'yspada odamdek tursiz. Sizdan bir so'rab boqay. So'rag'in, andin mush cho'nglarning putini tutib o'tirgan. Ha, bo'ldi. Shu qiz taraf qizmili opirgan bir ish bor ekan-a. Qizmili, ha, ashtash-pa, burundim Bu ba. ish to'g'riliq har xil odam har xil paranon qildi ekan. Ha. Siz so'z qanchalik bir narsa olsak muvofiq bo'ladi shaqlaga. Hamdi jinim balam. Bu qizvalni baxmaq, mush o'g'avaldimi pashtash. O'qitirdi, oliy maktablarga opirdi qara. Keyin mana chiqdi turmush qurib, atamiz qoldi. Unda o'g'andan keyin 200 mingdan bas oldi. Ha. Andin qiynatish bilan qiynapsini ilqi nimta sayyoraga bir ketdi. Sayyorani bilamsiz? Ha, men bahtaga motivaga achaqsan oldu. 200 ming. Sizning deganlaringizning xeyli bir asosi bor gaplar cho'ngda da'vo. Ha. Ya, so'rab boqsam sizning qancha o'g'lingiz bor? Endi mening qizim bor. Taqtaq, uni o'zaro kelishib oldi. Sen o'zing to'ylar qilib qolding, maktablaring putga o'xshamamdi? Ha, maktablarni putirib oldim, 2 yil oldi. Putirib, shu cho'nglarning qo'llashi bilan o'z oldim savdo qilyapman. Igilik tiklaymi deb. Igilik tiklaydigan nima ekan u? Tiklaymiz. Ha, igilik tiklashdan burun yilima shotini berma, o'gizang g'umdaroq bir tiklash avval, ha? Hada, yaratmayapsizda cho'ngda, Ey, o'qidim deysa, til pullarni bilamsa? Nima? Voy, til, mana nimalarni bilamsa? Nima cho'ngda o'tirib qildigan? Mana davlat tili mana. Ha, bilmay cho'ngda o'zing tushsa qaral qiynalmayman bo'ladi. Menmi 40 tashla til bilmayman-ki. Ya, qo'y qoldi. Voy, das. Chaqchaq qilmang. Sana apraymi? Ha. Hada.
Uyghur tili, Kaşgar tili, Hotan tili, Turpan. Ya çoğunda da olanın hemmesi bir Uyghur tili. Ha. Ançımın şivi okşamaydığı yer var de. Ha, şivi de. Uyghur tili ola. Ben o bilettim, sen şivatqa yerim var de. Ama ben gidip bir tilini bilme kara. Kaç tilini? İngiliz tiliga sat ustama. Ya İngiliz tilini bilir misin? Nöberlerim bana ügüt koydu. Hazır başlangıçniki gibi ötüp çıktı. Hazır ötüdü. Halav degen gapni ügütüp koydu kara. Halavdan ümün aldınız mı? Halav degen qandavalı degen gapkan bu. İşte degen gap. Vay bizning mijitlarda bir vidim bopadi. Fikirga yedi qandavalıng deydiganning o'rniga halav. Qaldı bizge. Bir gün mijazim yok, işgalda oturup vidim kara. Mijit giplam halav dedi gele. Ben ona o gün mijazim yok olgandan keyin bugün anç halav emas dep dedim. Ya vallahi gerçekten bu. Hamdi ançı muşta qıp qo'ymiz canım bala. Şu tinimi meme appirme. Lekin ya şu ögünüşni yaxshi qilmasang olmaydi-mi? Ya ögünüşni yaxshi qilmas. Ben o'qimaganning dardini bo'shtatganmi? Başlatqa. Ya xeyli bir o'qigandek tursiz-ku. Men o'qigan. Mana deb bersamza mijitlarga berib deb qo'ysanda-sa. Ya onda da o sizdan boshqadan bo'lmasa o'tiring amakilar. Xeyli qiziq kelib o'tya bu odamni. O'tiring ama. O deb bering bir anglab boqay. Voy, chiqtajimi? Voy, ma malda qaraganda mashta bo'lib qoldi, shaqib qoldi. To'g'ri tushana? Men mushu birinchi yillikni saq 5 yil o'qibdim ekan. Ay, taqmana. Voy, ras. Qiqalga ishlayapti degine. Birinchi yillikka chiqdim, o'qidim. Qiqilib, ikkinchi yillikka chiqdim, men qiqaldim. Yani birinci yıllar keldi, karşı aldım. Olan ikinci yıllık çıkırıp yani qiqaldım. Bu da beş gittim davamlaştı bu iş. 6. yıl sınıf kirsem, benim bir kosak inim Alimcan. O tamamda aşağıda. Özümün iyisi bilen bir sınıf okaptım ha. Onu okumadım da, savadım demiş ona ki cemiyet çıkırıp çıkarıp ağam ben. Ya şu 5 yıl okup çıkaramagan savadını keyin çıkarıp aldınız mı? Ya. Bir iş yaman tesir kılgan emas mı? Ya qanday iş o? Otel adap birme. Tutmamsa. Sen bulsan ki. Ya paran kısıp gitmez onda da. Ben 17-18 yaş vaxtlarımı koyayım. Çaş degen meşede. Qiqas yürettim ben. Bir günü çoğunda adam beni bir iş kıpırdı da. Aş günü işini qıp bilmedim, yaman vurup etdi meni. Şunun yağa çoğundan okuduğum болып қалдым degine. Bir günü apam xat yazıp berdi. Yani bana fısım tutquna. Yani aldım da ötüp, birini qo'ymaman dedi. Bapu man çoğunda da, degan teriki tağatem hey bu. Öyle çoğundan bir xat bir şey dep apam yazıp berdi qara. O xatni men ölüm yolu kelgende o'qib bakmaymanmi? Dep başta okusam qara. Okumayman ekan degine. Yerim yolga kelgende tuta. 5 yil nemish qilgan odam sen bila ol. Mana ancha-muncha ugunib qo'y. Dep ketib o'qib baqay dep. Başta okusam yani okumadım. Basam çoğunda adam iş kaldırdı bak ya. Çoğunda adam oturup ki çoğunda da bunu xatni apam berdi. Devidim qara. Xatni içiplam Bakıp kül ketdi. Ne bizdi? Oy, ben okumadım. Ne oldu çoğunda da? Desem. Ay abi kirip oturup ya bir kızık isim kip kalgan dedi. Buldu dep oturup tursam qara. Bir koldu çöygönni, bir koldu daşını götürüp kiripli. Öңешің Bilal, çeçinizi düşürüp eteydi dememdi. Ben qarap durmam, saramam. Ya siz qarap durmaysız matelatınızda. Aşağıda ordumdan qop çıp iştirip çıksaysam qo'qima qara. O'tirib berdim, chaşlarımni bir qismaliq qo'ydi meni. Baya apam axatga, chechin tushirib yutang deb biz qo'yib ketgan qara. O'qamaganning ishi dema shu. O'qamaganning ishi. O'qalgan bo'lsangiz ya. O'qalgan bo'lsam-ya, amada o'yin tip keling. Otlarni mindirib keling. Bunday gaplar yuz qo'yma emasmi? O'qigan yaxshi, men chiqib ketdim deymi? Hozir yaxshi o'qiyapmiz herhalde. Bo'pti, to'y ishlaringga chiqibsa.
Şotun epirayotgan bo'lsangiz chog'da men bir xeyli parang turib ketdi. Şotu nima? Shundirib atmaydigansa? Ya, shundirib atmayman. Shundirib atmaydigansa, Ya, shundamayman. Sizning nimangiz nima shundirmayman? Voy, shundirib paqasa, shundag'im ya. Ya, shundamayman chog'da. Voy, nimqa bunu? Shundirib paqasa. Voy, cho'ngay shami kelsa dog'at boltgan qo'y bu odam. Haqiqatni urib qo'ydim, qada. Shundirib ya u. Ammo shunib bo'lgandan urgandan foydasi yo'q-da. Qada, yuri. Men bilan kirishib, shotun apirib ishilib bo'lgandan o'zim kirib olaman. Ya bo'ldi, seni avar qilmayman. O'zim kirib yetaman. Men nima? Hasa. Bu bir qismanlik o'taymi? Yuri, men bilan kirishib, cho'ngapangning chitay olib qoldi ishkin. Ya, saqlab ketaman. Voy, saqlaverdi o'xa. To'y g'ajab oldiraydigan ekan, yuri. Bochangda o'tirib choy ichishimiz o'yinlarimni ko'rib ol. Bo'ldi chog'da. Bochang to'piga chiqib o'tirsang-ku. Pastli o'tiraylik, oldiratdim-da chog'da. Past o'tama. Bizning mo'may paytliqqa tushishga daqamisiz seni? Yuri. Chaqiya, pisi chaqiya. Mami ben kelib qoldi. Yo'g'on o'yladi ekan, bu. Mana ko'rdingmi? Salam, hurmatli to'rt ustoz Karxonchi aka Hadila, G'ulji o'g'li Bilal Musodan sizlarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Salom, xalqning ko'nglida cho'nqur o'rnagan to'rt ustoz Karxonchi aka Hadila. G'uljining kelgan chaqchaq havaskor Zubayr Sidiqdan hammalarga o'ttiq salom. Xushkeldilar inimlarim, Bilal inimizni hammamiz tanıymiz, Bizning birinchi qaror Kuldir programmamiz kelgan. Shu vaqtida meni esimda qilishcha, agar sen Xinjiang san'at cho'yanninki aktyorlik kasbiga qabul qilinsang, o'qish bilan bitgan-da. To'yga qopmagansan bu qitim. Yo'q, hozir mal doktorlikni o'qiyman. Kasb alashtirib. Kasb aşı bu qaldi amdi. Anan yağı ta'tilda shu maqitma shirkatlarga berib shu to'g'ri tijarati bilan ancha-muncha chiqsin tanqib menyotyapman. Sen cho'qib buvayni oldiramsan? Yo'q, maqitdim mahsub kelaymi deb, toz o'zimga tushmamdiki dedim-ku. Undaq mahsub bo'lganda buvayni o'rab keldim. Mani bo'layverdim ku. Noyt bir koj buvay bo'psan-a? Amaliyot qilmoqda koj. Ras. Qaysi maktab qabul qilindingiz? Baying sho'yan. Baying sho'yan. Mal doktorlik kasbi. Mal doktorlik kasbi. Yaxshi kasb. O'tgan qitimda agar sen shu yana aktyorlik kasbiga o'tgan bo'lsa, Dazzat shirkati bilan Ifrana shirkati o'qish pulini hal qilib o'tgan emasmi? Shu hamda bu doram to'yga qo'pgan bo'lsa, to'yliqlar bitib qolardi ekan degan. Mana qizni kam. Uni hal qilolmaymiz. Unda o'sa baholovchi ustozlarimizninki taklif fikrlarini anglab boqamdik. Bilal bizningki sanimizga xili ko'nib qolgan. Ko'nib qoldi, kunib qoldi ya. Yaxshi Bilal, Zubayr sencho, sen nima ishda? Men o'zim mashina to'qiyol kasbda o'qiyman. Mening desam tarbiya olmagan ishking lozim. Havaskorlarga hisob. Navrinim. Bir guruhga kiribsan-da. Shirkatga. Bo'pti. Yaxshi, men nimasi uchun ssenariysini qanday qilyapsizlar bu akavatga itotildan? Menim ishimiz o'zimiz. O'zing qurashtirib. Xeyli komediyalar, kulki qo'zg'aydigan yerlar bor-ku itotniki. Men bir kichikgina bir oddiy bir savatlar bor-ku, shuni deb beray, ya. Birisi men buvayninki o'zinglar o'ylagandek yerlar chiqmagan yerlar bor. Sen oldin qaytimda bu buvayning bir kulishyapti. Ha deydigan. Shuni izchillashtirmabsan. İkincisi endikin bu buvay açık yaman buvay olgan ekan, açıqlıqan kaj olgan tarafini teximi çus. Teximi açık yaman qılsan, endikin turib boşab qap çaqçaq qilgan çelipane. Şunu bilan texim komedik tutsaşıdı. Bo'ldi bak. Anandaki 3-cü gap hozir men Mishel bir tajriba ishlataysan, Zubayr, keyin bir qadam menga Bilal amsa qarab gaqbaqa. Ko'rdingmi? Bütün beytay deymiz, mana dumbus bo'lib qoldi deymiz. Şoň çoxum buniki eser oynaganda ishqilib bir tuzsiz turib oynashinglar kerak chuma. Sening eng yaxshi ashuliki tomoshabin kögüsü var yerlerining hamiz dumban oldi. Chunki afkam cho'nglarning oldiga yutib olmay degan narsaning ta'sirida bir qadam keyinda turib qolganda sen ta turib qolding. Buniki mushta ishlarni qilgan vaqtida mana tajribasizlik qilmasligingni umid qilaman. Yaxshi asar ekansiz. Men umr berman. Rahmat. Jamalada? Sizningcha men bu azroq kichikgina bir fikrim bor. O'zingiz anglasangiz ovozingizda bir xil buvayning nimasi bor. Umaq bir buvayning ovozi nayt yaxshi bo'lgan qilsiz. Umaq buvay. Bir xil shunday anikin harakatda, badanda yana burunqa qaragandagi izchillik yo'q. Badan
ovoz hamma narsa birlikda bo'lganda mengishtirish andikanliqdek o'zgacha kulish degandekchi mushu mujassam bo'lganda sizning obrazingiz texmalekin boshqalarga ta'sir qildi haqiqiy bo'vay bo'lsiz ma enimizmi shunday yaxshi bo'pti lekin nurg'un taraflarda tunji qitim bo'lg'achqa yetarsizliklar bo'pti bundakin ishqalarning texmi moslashib texmi nodir asarlarni akilishinglarni qarshi olamiz rahmat sizga rahmat ustoz nomer berma rahmat bularning ro'yiga men bu nomer berma sen shunday qilib san'at maktabiga o'tamay man Shinjon san'at maktabiga o'tamidi kasblarning ichidagi bir yaxshi kasb buni yaxshi o'rganish bilan bir vaqtda o'zing yaxshi ko'rdigan ish bo'lgandan keyin mushu kuldir deymiz shunga o'xshaydigan sahnalar sizlarning o'rganishinglar uchun yaxshi yana texmo bundaq har qatim qatnashganda ozroq bir narsa his qilsa ozroq o'zgarsa ozroq ilgarilaysa ashta qilib yurib kim biladi atogin taxa Charles Chaplindek bizdan chiqqan bir mashhur aktyor bo'lib qolibsa bo'lmaydi qara shunga hargiz bo'shashma qiziqqandan keyin byoyan degan narsani bunda nazariyalarni ko'rib qo'ygan nima shu zodi man qilayotgan ish nima teatrning ichida man qiziqqan bu ish zodi nimaga kirdi degan uchun kitoblarda ilib ko'rib qo'y sen hozir oliy maktab o'quvchisi bo'lding dash yoshing bo'lding sening asosiy vazifang o'rganishku shunda bo'lgandan keyin kitob o'qig'in endi tushunib ketsa anda seni yana bir kappa qilsa shuni ular texim yaxshi bo'lib ketadi rahmat kulkini asos qilgandan keyin endi umumiy qurilmadagi voqeaniki boshlanishi kulminatsiya nuqtasi oxirish degan narsalarga hozir Abdulla bilan Jurat deganda sen diqqat qildigan yerlar shuchu voqeani bir butun narsa bo'lishi kerak endi senda hozir asosliq buvayning ovozi bak ro'shan yaxshi to'liq nomer beramiz ovozga badan harakatlaring birdan yoshib qoldi birdan putung og'rib qoldi degandek hozir Abdulla degandek rol elishning byoyanning qanday bo'lganligi haqida kitoblarni bor ko'rib baqsang bir butun obraz yaratish uchun izchil boshdan oxir buvay bo'lish uchun badan qanday bo'lishi kerak harakat qanday bo'lishi kerak ovozning besimi qanday chiqishi kerak putning harakati degandek boshdan oxir bir obrazni oxiriga yetkazish uchun xeyli bir kuch ketadi-ku. Shuni boshdan oxiriga yetkazish bir obrazni to'liq yaratgan bo'lsa ashuna bo'lganda. Sen hozir ovoz naq bo'yandi. Zo'rab ashta bu ketibdi. Odatda qizlar ashta gap qilishmaydi-mi? Dadash talab qo'yibdi deb qo'yib. Aşı inchik nuqtalarga diqqat qilib, endi sen bunga qiziqib qolsa bu obraz yaratishga. Ma'lum bir vaqtlarda shunday bir obraz yaratish yaxshi bir fursat kelgan vaqtida astoydilroq, uzunroq tayyorlik qilsang, biz bo'lgandan keyin bir ko'rpasak, jurada kan bo'lgandan keyin bir ko'rpaslar, mesela onu bir ketsa, bir qitim bilan paylan qilish jarayonida uqib qolsa doyaning gibidan. Rahmat, sen yana bir qitim bizning programmamizni bet qilganga. Xo'sh bo'ldim saqa. Sizga rahmat ustoz. Yuqorida baholovchi ustozlarimizningki taklif fikrlarini aldinglar inlarim. Biz banga o'rganganimizcha o'rganish yana o'rganish deb hozir havaskor sifatida o'rganyapsizlar. Balkim Abdulla ustoz deganda kelgusida bir donliq aktyor bo'lib qolishinglar mumkin. Shu vaqtda texim o'rganisizlar. Shuninga ish programmalar qatnashgan vaqtda bizning shu kuldir programmamizning noyda mukammal bo'lgan rejissyorlar topamiz va shulardan ta'lim olsanglar, o'z qanchalik bilsa cho'qim sizlarga yetakchilik qiladi. Sizlarga ham rahmat. Albatta korxonchilarimizning bu ko'ngil so'g'isi va bolaligirin silaqlashmaylari. Fikrim qanday yaxshimi? Yaxshi ekansiz. Bolaligirin kuldir programmasiga yana bir kelganingni qizg'in qarshi olamiz. Hamda kelganingga ko'p rahmat. Oldin ketim sana nayt bir yaxshi sovg'at bergan. Ulug'sab qo'ygansiz. Bu da zat aptil beraman yana. Ama men sen beraman. Yani sizlarga Müşün Boligirin namidagi siliqlash maylari bilan mashina asrash sovuqsam, men asrash bilan sovuqyapman-ku. Bu sovuqgan asrash bilan qilgan vaqtinglarda har qaysi Shinjonning do'konlarida chek tortilgan faoliyat bor. Shuni hargiz unutib qolmanglar. Chek tortsa buningda 50 so'mdan 1000 so'mgacha naqd pul mukofot chiqadi-ku. Shuni unutib qolmanglar. Ma'qul. Shu asrash vaqtida men haqsiz qilganligini deb ketib qolmay, cho'qib chekni tortib yetib ketinglar deysiz. Rahmat. Yaxshimisizlar? Boligirin kuldir programmasiga xush kelibsizlar. Sizlarga bizning Sarkar elektr uskunalari shirkati bazar sog'an meva sharbati uskunasining esildan ishganlarga bir yurishdan so'q qilsam sizlar orqali bizning Sarkar uy jazir shirkatining uy jazirlarimi bir
Sahnaga chiqib oldi. Rahmat. Rahmat. Yaxshi mufkam. Yaxshi o'zingiz yaxshimi? Menmi sizga masalan mahsulotlardan ishqinglarga bir yurishdan sovg'at qilay. Rahmat. İnlerimizge hem de bu okudukta mektepte. Eğer bunundaki seferlerde maşin kire baksa bizden şu Saybota'daki İçi tarafta bizim maşin setiş ordumuz var VGB markasındaki. Maşin yaparsanlar maşininki soğurttu boşayan resmiyetlerinde menfi kıpayan sır. İşkanlarga aklıktarlık ama yol başa sistemizde işkanlar birden son kısam. Vallahi makul rahmat. Rahmat. Qaday yaxshi mufkam. Yaxshi o'zingiz yaxshimi? Men ishqinglarga shirkatimizningki nayt isil mahsulotidan Çindil markasidagi ko'z yurish yallashtirish kapsulini sovg'at qilay. Tininglar salomat bo'lsin. Rahmat aka. Rahmat. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Sizlarning numaringlardan bak yaxshi huzurlandik. Men sizlarga Shinjan qo'shnilar yuvish buyumlari cheklab shirkati ishlab chiqargan Shuanfulo markasidagi yuvish mahsulotlaridan bir yurishdan sovg'a qilay. Rahmat. Yaxshimizlar, ukallarim, shunday yaxshi numarni olib kelibsizlar. Bizningki Bergi Biopan texnik cheklab shirkatimiz Fairlas markasida ishlab chiqarib bozorga solgan aman ko'z ro'shanlashtirish chaplig'imizni ishlatinglarni tavsiya qilman. Ham shu Fairlas markasidagi mahsulotlarimizdan bir yurish kanlarga sovg'at qilman. Rahmat. Rahmat. Programmamizni alayda qo'llagan cho'ng ustam shirkati. Yaxshimisizlar, xush kelibsizlar. Cho'ng ustam shirkatining nomidan Qasımlığa xogo yürüyüşlerden ço sallafen aşağı buna çıkırgan. Bir yürüyüşten soğuk olsam, soğumlu qabul qılsanglar, içidin açqa vaqtida çoğustan məsləhətlərinin arqandığıdan hazır 600'lük maşın mükafat qılıvatımız ço. Aşının diqqat qılıb içib əgər aşında çıxıb qalsa, şirkətlə əlaqələşib ilvasan buldu. Rahmat. Nazife, yürüyüşlük için qaçalarımızda iş görüş soğuqat qısam, hər bir anlağı bir yürüyüşdən. Rahmet. Rahmat. Yaxshimizlar, akaga numaringlardan shunda xush bo'ldik. Albatta hozir o'g'illarmi shu go'zallikka bek intilyotdi, teri asrashga bek muhtoj. Shunlashqa shu Ifrana Grimchilik nomidan har biringlarga shu teri asrash buyumlari %100 suyuqliklardan so'g'at qilsam, qabul qilsanglar. Rahmat. Xush keldingiz Bilal inim, Zubayr inim. Bizning Inaq oila şirketimizning Inaq oila markasidagi yurishlik huzur mahsulotlarimiz bor. Balkim burun yeb tetib baqdingiz. So'qmaqlarimizdan, gul qanatlarimizdan shulardan sizga chiqqanlarga bir yurishni so'g'at qilsam, qabul qilsanglar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Yaxshimi yigitlar. Ishqinglarning orzuyinglar uchun davomli izchil tirishinglarni umid qilaman. Urumchi Yeşil Yaproq so'chak shirkatimiz sizlarga Yeşil Yaproq markasidagi sulu etgan chay ichimligidan bir yurishdan 2 yurish so'g'at qilaman. Qabul qilsanglar. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz? Şahsat Ig'iz boshliqi doktorxonamizga vakolatan her ishkilanlarga 1000 yuanlikdan shu Ig'iz boshliqini asrash, davolashga ishlatilgan kat so'q qilma qabul qilgaysizlar. Rahmat. Rahmat. Yaxshimizlar ukam. Xush kelibsizlar. Men sizlarga shu Olqan shirkatimiz o'z tujiblar ishlab chiqargan Olqan shortuz silindisidan ishqidan so'q qilay. Rahmat. Barcha korxonchilarga rahmatimizni bildiramiz. Mumkin bo'lsa, texmo puxta tayyorlik bilan yuqorida ustozlar degan kamchiliklarni texmo to'liqligi asosida programmamizga ham kelinglar, ko'nib qoldinglar-ku. Bo'ldi. Mushu savoqlarni yaxshi yakunlab, buda texmo tirishib, buda o'tkazilib qolsa, yana cho'qim kelaman. Hammalarga rahmat. Ko'rishib qolaman. Xayr qo'ying. Haqlidir.